Şerbetler o tekinge, klientlerge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir men G'alaba qishlog'iga ketishda bir o'rikka ko'zim tushib qoldi. Dehqon akamiz ekanlar. Oydinbuloq qishlog'i. Ha, Oydinbuloq qishlog'idaman. Aka, bu o'riklarimiz qanaqa sortda nechta o'rigimiz bor? O'riklarimizda sorti suqon hozir sizga tortadigan mahsulot suqon hisoblanadi. Nech puldan bu o'zini? Suqonni kilosi 30 mingdan. Ha, mana shu o'rigimiz mana shu ekan. Bu keyingisichi? Keyingisi suqonni ikkinchi sort hisoblanadi. Bu 15 ming so'm. Ha, bunisi qandan O'zi yo'lisi? qanday o'rik 20 ming so'm. Aha. Bu yerda o'rik sharbatlar ham bor ekan, tugab qolibdi, ha. Sharbatlar o tekinga, klientlarga. Ha, tekinga, klientga. Tekinga. Qaynatgan sharbatlar tekinga, klientlarga. Manzilimizni aytib yuboringchi, so'roqlarga. Manzil Oydinbuloq qishlog'ida. Yo'l yoqasida mana shu yerda. O'riklar kerak bo'lsa, bemalol kelasizlar, hammasi dehqonchilik ekan, naturalniy, toza o'riklar.